O'g'ilchan so'z voy yaxshi keldilarmi? Yaxshimisiz? Omonmisiz? Kayfiyatlar yaxshimi? Bugun xush kelibsiz bozorga. Siz xush kelibsiz. Nima? Ha, biznes allaqachon ishga tushdi. Qarang, rahmat berdi Farida o'zi. Sizni? Bo'yish yetdimi? Chiqdim tepasiga, nima? Yaxshi to'g'ri chaqasiz. Ayni mana o'tgan safar ko'rsatuvimiz esingizda bo'lsa agar, o'sha mana bahor siz uchun nima bilan tasvirlanadi? Siz daraxtlar, gullar ochadi. Men uchun mana dovcha bilan dedim. Kimlardir tomog'idan bir qanaqadir bir holatlar o'tgan bo'lsa biz uzr so'raymiz. Bitta savolim bor. Mana shu dovchani necha soatda yeya olasiz? Hammasini. Hammasini. Necha soatda? Endi yoqtiraman deyapsiz-ku. Ya bunaqa bilan yana. Ya yeyman. Bunaqa darajada keyin men o'zim topolmay qolaman. Mayli, bundan ko'ra sota qoling. Albatta, hurmatli yurtdoshlar, mana bugun kursimizni boshlaymiz. Mana men Farina hamda Dovcha birgalikda. Salomlashing. Assalomu alaykum. Bunchalar zo'rsan kursini qolaversa Milliy telekanalini Abbos bilan Farinani ashaddiy muxlislari, yaxshi kayfiyatda ishlamandalar. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Biz kursini boshladik. Tezlashingga qo'lim olib ketdi. Bo'ling endi. Yo'qtiring. Kuchingiz ko'madi-yu, ha? Bu tashvishlar kuchi ham olib. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, aziz yurtdoshlar. Bunchalar zo'rsan ko'rsatuv yana xonadoningiz mehmoni. Biz Bo'ling. Farina hamda Abbos Kamtarbek ko'rsatuvni boshlaydi. Shu tezroq boshlamasangiz hozir Dovchani yerdan terishimiz to'g'ri keladi. Shunda 1 2 3 bunchalar zo'rsan.